iste'mol qilib uyga kelganman, otam har kuni meni kutib o'tirardilar. Yana ichib keldingmi, yana ichib keldingmi, har kuni urushardilar, lekin shu kuni otam menga nimagadir o'sha payt otamning oldlarida yotgim kelgan, bitta oldingi xonada yotgim kelgan. O'sha yerda yotganimda kechqurun soat 2:30-3da meni otam jon berayotgan bo'lganlar. Yoshingiz o'zi nechida? Ana yoshim 34da, Toshkentda tug'ilganman. Ismim Ziyolilar, uzunga to'q oilada tug'ilganman. Necha bir yoshingizda birinchi marta qachon boshlagansiz narsalarni iste'mol qilishni? Nima sabab bo'lgan? Men buni 17 yoshimdan boshlaganman. Ya'ni 9-sinflar bo'lgan. Bizda birinchi ichkilikdan bo'lgan. Qo'limizda yaxshi pul bo'lgan, uyga kirish bo'lmagan, shu ichkilikdan boshlanib, oxiri shu tabletka, suv, nasha, mef, nima bosh aylantiradigan bo'lsa, qaysi biri kelib qoladigan bo'lsa, shunda to'xtaganman. Xo'p, qachon tushunib yetgansiz bu narsaga o'sha o'tirib qolganingizni yoki qaramlik paydo bo'lganini? Men bu narsani 2024-yil tushunib yetganman, chunki o'sha hech narsani qizig'i qolmagan, ertalab o'rnimdan turaman, shu narsani topishim kerak yoki bir kun oldin o'sha zapasimni qilib qo'yishim kerak. Agar o'sha narsani qilmasam, qanaqadir menga hech narsani qizig'i yo'q bo'lgan, oilani ham qizig'i yo'q bo'lgan, ishni ham qizig'i yo'q bo'lgan. Lejba birinchi bo'lib narsamni topish bo'lgan. Qanaqa yo'l bilan olishimni farqi yo'q bo'lgan. U o'g'rilikka kiradimi yoki birovni aldashga kiradimi? Birinchi o'rinda narsamni bitirish bo'lgan. Nima shu darajada sizni o'sha imенно o'sha dunyoga torturardi? Misol uchun bu 18 yil bo'lyaptimi hozir shunda stash 18 yil bo'lsa, nima har safar siz o'sha yoqqa torturadi? Nima xususiyati bor ediki, nima taassuroti bor ediki, siz yana qayta o'sha joyga boraverardingiz? Taassuroti shunaqaki, bu narsani iste'mol qilgandan keyin qanaqadir odam bozorda ishlaganmiz, biz bozorda qanaqadir boshqacha gaplashishlar bo'lardi, savdolarni yaxshi qilardi, nasriyni ko'tarilardi. Muammolarni o'ylanilmagan. O'sha narsa menga ertalab turaman, badanim, o'zim, miyam shu narsani xohlardi. Agar shu narsani olsam, menda hammasi yaxshi bo'ladi degan narsa bo'lardi. Olmasangizchi, olmasangiz holatingiz qanaqa bo'ladi? Olmasam holatim umuman hech narsaga qo'l urmasdim. Faqat bu kim gapirsa ham unga agressivniy javob berib, jahlda so'kib, hech qanaqa gapi yoqmasdan. Menga lekin o'sha odamlar to'g'ri gapni gapirardi. Lekin shu narsa ham menga yoqmasdan, lejba men shu narsani iste'mol qilishim kerak yoki qayerdandir topishim kerak. Boshqa hech narsa yoqmagan. U narsani sizga kimdir o'rgatganmi yo o'zingizda qiziqish paydo bo'lganmi yoki kimgadir havas qilib ichganmisiz? Endi bu narsa birinchi menda ichkilikdan boshlangan. Ichkilikda ichurganimdan keyin o'sha bu narsani qanaqa qilib tashlasam bo'lar ekan deganmanda, bozorda ishlaganmiz. O'zimning akalarim mana bu narsani qilgin deb menga birinchi bo'lib tramadolni berishni boshlagan. Tramadol shunday Toshkentga kirib kelgan paytda edi. Tramadolni ichganimda haqiqatdan menga ichkilikka tortmagan, hech narsaga tortmagan. Shu tramadolni ichsam, men bu narsani ichkilikni tashlab olarkanman deganman. Ichkilikni shunaqangi ko'p ichardim-ki, hatto kuniga 3 butilka, 4 butilka piv ichmasam bo'lmasdi. Qolgan paytlar endi gapirmasa ham bo'ladi. O'sha narsani iste'mol qilganimdan keyin, tramadolni iste'mol qilganimdan keyin, meni ichkilikka tortmagandan keyin men lekin bilmaganman tramadolga qattiq o'tirib qolganim. U undan-da battarligini bilmaganman. Harakat qilib ko'rganmisiz shu 18 yil ichida o'zingiz mustaqil tashlashga? Juda ko'p harakat qilganman, hattoki 3 oylab, 6 oylab iste'mol qilmaganman. Bu narsani iste'mol qiladigan odamning miyasida shunaqa narsa bo'ladiki, men bir marta tashladim-ku. Meni o'zimni anaqam bor, nafsimni men jilolayman. Odamning o'ziga bog'liq degan narsa juda ko'p, pashti bir 90% odamning o'zining miyasida o'tadi bu narsa. Men tashlab olayman, mana amincha ichmadim, men bu narsani tashlab olayman deb o'ylaydi. Lekin buni bilmaydiki, u baribir miyamizda yashaydi, shu narsani baribir talab qiladi. O'sha narsani baribir xohlasa xohlamasa aylanib o'rtog'i kelib qoladimi, boshqa narsa bo'lib qoladimi, bitta iste'mol qilib, shuncha payt iste'mol qilmadim, shuncha payt qilmaganimdan keyin maznashni yana tashlab olayman degan narsa juda ko'p o'ylanadi, lekin bu narsani o'zi samostoятельный tashlashi qiyin. Qanaqa yo'qotishlar bo'lgan mana shu iste'molingiz tufayli hayotingizda? Menda juda ko'p yo'qotishlar bo'lgan. Birinchi o'chirtda doveriyani yo'qotganman.
odamlarni ko'p aldab qo'yganman. Uydagilarimni oldida ishonchim yo'qolgan. Ishlarimni yo'qotganman shuni orqasidan. Avariyalar bo'lganman. Har xil qonuniy anaqalarga ham tushganman. Shu narsalar bo'lgan. Mana rostdan ko'pchilik iste'mol paytida men narkoman emasman, men shunchaki kayf qilib yuribman, kontrol qilyapman deb o'ylaydi. Shu narsani narkomanligingizni tushunib yetishingizga qancha yo'ldan, qanaqa etaplardan o'tgansiz? Nimalar sodir bo'lib ketgan? Nima oxirida tushunib yetgansiz narkomanligingiz? Yo, o'sha paytda ham misol uchun 18-yil ichida bu narsani nomiga narkoman bo'lsa ham ichingizdan his qilmasmidingiz? Mana shu to'g'risida ham ozgina gapirib bering. Bizda shunaqa narsa borki, o'zbekchilikda bir-biridan yashiradigan narsa ham borda. Oldin qanaqadir gap so'z bo'lib ketardi. Bizda o'ylashimiz bo'yicha bizda narkomanlarni asosan bizda nina tiqadiganlarni deb o'ylashadi. Lekin bilmaydiki, hattoki o'sha nasha chekadigan odam ham, tabletka ichadigan odam ham, mana shu iste'molni qaysi birini qilgan bo'lsa ham, ular hammasi narkoman turiga kiradi. Lekin bizning anaqamizda men nina tiqmayapman-ku. Mana shu narsaga tabletkani o'zini ichiraman yoki bir xil o'ylaydiki, nashani foydasi bor, ota-bobolarimiz chekkan, bizga yordam beradi. Lekin u narkomanligi birinchi qadam bo'ladi. O'sha narsani boshlagandan keyin o'sha ketma-ket har kuni chak urgandan keyin uni dozasi ko'tarilganini bilmaydi. Bitta narsani qo'shishi bor. Bitta narsani qo'shgandan keyin o'shani tabletka ichgandan keyin tabletka qo'shib bitta chakib ko'ray deydi. Bu narsa unga yana ham yoqadi. O'sha ozgina chakib yurgandan keyin o'sha narsa kayf bermagandan keyin yana boshqa narsa qo'shishni boshlaydi. Xullas qizlar hammasi baribir oxiri zino, fahsh, yomon yo'llar bilan tugaydi bu narsani. Qanaqadir xavfli vaziyatlar bo'lganmi hayotingizda? Bilmayman, peridozmi, avariyami, shunga o'xshagan qanaqadir xavfli bir jiddiyroq holat bo'lganmi hayotingizda iste'mol tufayli? Menda juda ko'p bunaqa holatlar bo'lgan. Salafan, andante degan narsalar bo'lardi. Ularni ham iste'mol qilganman. Ketidan suv sepilardi. Mashinada o'tirib olardim, hattoki ham bolamni bog'chadan olib kelayotganda ham burnimga sepib olardim-da, o'zi ketayotganimda guluklaga tushib qolib, mashinalarning orqasidan urib, bola yonimda misol uchun o'tirgan bo'lsa ham, bolaga ham ahamiyat bermasdan tepamga gayi kelsa ham eshikni yopib olib turib, o'zimni uxlab olardim. Bolaga ham qaramasdim. Oldimda kim borligi ham menga qiziq bo'lmagan u payt. Nima qilayotganingizni o'zingiz tushunmay qolasiz. Bu narsani iste'mol qilgan odamlarning o'zi ham biladi. Nima qilayotgani, xatti-harakatini ham tushunmay qolgan. Uylarda ham misol uchun juda ko'p mana shunaqa situatsiyalar bo'lib qolgan. Men uy ichiga olib kirib olardim, hech kim ko'rmasin, hech kim bilmaydi, yudirdim-da, uyda iste'mol qilganman. Lekin shu guluk berib qolganda uydagilarim oldida ham misol uchun pichoq ko'tarib kuylab qo'ygan joylarim bo'lgan. Onamga qo'l ko'tarib yuboradigan joylarim bo'lgan. Chunki u narsa odamni boshqacha qilib ko'rsatadi. Oldingizda odam turgan bo'lsa, u odamni boshqacha qilib ko'rsatganda siz u bilan urushgingiz keladi. Qo'lingizga nimadir narsani olib tiqadigan bo'lib yoki otadigan bo'lib qolishingiz mumkin. Mana shu narsalar menda bo'lgan. Xo'p, iste'mol tufayli mana dino deymiz, bir prям eslamaydigan, eslagingiz kelmaydigan qanaqadir holat bo'lganmi iste'mol tufayli? Qiyin bir vaziyat bo'ladi-ku. Menda bo'lgan shunaqasi bitta. Bu juda yomon. Iste'mol qilib uyga kelganman, otam har kuni meni kutib o'tirardilar. Yana ichib keldingmi, yana ichib keldingmi, har kuni urishardilar, lekin shu kuni otam menga iste'molimni ko'rib turibdilar, qotib qolganman, oyoqda tura olmayapman. Yaxshi keldingmi deyaptilar, boraqa joyingga yot deyaptilar. Nimagadir o'sha payt otamning oldlarida yotgim kelgan, bitta oldingi xonada yotgim kelgan. O'sha yerda yotganimda kechqurun soat 2:30-da meni otam jon berayotgan bo'lganlar. Men o'zim prям qo'limda jon berganlar. Boshlaridan qanaq qilib boshdan muz ketib turib, odamni muzdek bo'lib qolib, tanasi oyog'igacha borishigacha men o'zim qo'limda ko'rganman. O'shanda men aytganmanki, ertalab turyapmiz, hamma yig'i-sig'i bo'lyapti-da, soat 4da ketyapman, atxadniyaki ketmagan hech narsamni men kayfda yugurib yuribman-da o'sha yerda. Menga eng og'ir narsa shu bo'lgan, men chunki haligacha o'zim kechira olmayman. Otam meni o'ylab siqilib shu narsaga kelib qoldi deb o'ylayman, chunki infarktni o'tkazganlar. Shu to'satdan urib qolganlar, yosh bo'lganlar. Biz otam yoshligimizda vafot etganlar. Mana shu narsa menga eng katta dino deb o'ylayman. O'ylamayman, bu aniq fakt.
otam qo'limda jon berganlari o'sha paytda ham men iste'molda bo'lganman. Bu menimcha ham tiklab bo'lmaydigan yo'qotish, ham menimcha o'sha eslagingiz kelmaydigan holat bo'lsa kerak, sababki otangiz baribir tuzalgan holatingizni ko'rmay o'tib ketgan bo'lyapti-da, shunaqa to'g'rimi? Men shunaqa bo'lgan. Qanaqadir otamga bu men yaqinda men rehabga yotishimdan oldin ham juda ko'p o'ylaganman. Otamdan men rozi-rizolik so'ramadim. Meni kayfda ko'rdilar, oxirgi ko'rinishlarida ham misol uchun kayfda ko'ryaptilar. Trezviylik hayotni ko'rsatmadim. Otamni misol uchun rozi-rizoliklarini so'rab, aytganlarini qilib, qanaqadir odamni baribir o'zini o'zi kechira olmaydigan narsa miyada o'tirganda, shunda ham men to'xtamaganman. Qanaqadir o'zimga shuni bahona qilib olganman. Bahona qilib olib turib, men yaxshi o'g'il bo'lmaganman, u qilmaganman, bu qilmaganman deb turib, borib turib yana iste'molimni qilardim. Chunki shu iste'molimni qilsam, miyamga shunaqa signal berardiki, bor deydi, sen siqilyapsandirdi, ana shu iste'molingni qilsang, shu narsalarni o'ylamaysan, o'zingni qiynab nima qilasan degan narsalar kelardi. Rehabga adashmasam, o'zingizni xohishingiz bilan kelmagansiz-a? Yo'q, men o'zimni xohishim bilan kelmaganman. Men uydagilarim что уже bilishgan, pretikka kelganman. Hech narsani qizig'i bo'lmagan, faqat lijba iste'molimni olish bo'lgan. Уже qanaqa qilib yo'l bo'lsa ham men iste'molimni qiladigan bo'lib qolganman. Shu iste'molimni ham uydagilar ko'raverib, qachon tashlaysan deb aniq qilishgan. Keyin uydagilarim gaplashib, darkaman shunaqa ekanki, yotasan desa, mana erta yotaman, indin yotaman derkan, lekin o'zini xohishi bilan bunaqa joyga kelmaydi. Uni majburlab olib kelinmasa, o'zini ayblarini keyin tushunib yetishni o'zi biladi, mana shu yoqqa kelgandan keyin. Atak ungacha o'zini oyog'i bilan menimcha kelmaydi deb o'ylayman. Mana ko'pchilik aytadi, o'zida xohish bo'lsa tashlaydi, xohish bo'lmasa tashlamaydi deb. Shu narsaga qanaqa o'z sizning fikringiz? Yo'q, bu xohish yordam bermaydi. Chunki men ham juda qaraganman uni, aytolmanku, undan oldin ham aytdim, 6 oylab даже iste'mol qilmadim. Boshqa anaqa qilmadim. Mana shu o'zimizga miyamizda yolg'on qilib olamiz. Shuncha qilmadim-ku, men tashlab olayman. Yana bir marta qilsam hech narsa bo'lmaydi degan. Ana o'shani o'zi boshlangandan keyin уже ketma-ket ulanib ketaveradi, yana dalishib boshlanadi. Unisini qil, bunisini qil, o'shanga qarab o'sha tanishlarini topish boshlanadi. O'zi tashlab olmaydi deb o'ylayman men bu narsani. Atrof muhit qanchalik rol o'ynaydi bu narsada? Atrof muhit juda katta ahamiyatga ega. O'zimizda ham bir gap bor. O'rtog'ingni ko'rsat, kimligingni aytaman deydi. Kimga yaqin yursangiz, xuddi shunaqa bo'ladi. Bu iste'molga kirgandan keyin o'zi avtomatik bu odam shu iste'mol qiladigan odamlarni o'zi topib oladi. Namozxon o'rtoqlarini yig'ishtirib yoki shu narsani iste'mol qilmaydiganlarni hammasini yig'ishtiradi-da, iste'mol qiladiganlar bilan yuradigan bo'ladi. Lecheniyada, ya'ni rehabda qanaqa qiyinchiliklar bo'ldi? Yo'q, qiyinchiliksiz o'tdimi? Tez ko'nikdingizmi yoki boshida qanaqadir qarshilik bo'ldimi? Endi menda shunaqa bo'lganki, qanaqadir Allohga yoqqan joyim bor ekan. Juda ko'p marta hamma mana shu iste'mol qilgandan keyin o'zini miyasida aylanadi. Juda ko'pchilikda iste'mol qilgandan keyin Xudo qachon tashirkanman, qachon tugirkan bu narsalar, qachon odamga o'xshab yashirkanman, odamlarning bolalari oyoqqa turib ketyapti, u bo'yapti, men bo'lsam ertalab turib narsani qidirish bilan ovoraman degan narsa bo'lgan edi. Bu yoqqa kirganimdan keyin menda bo'ldi, men tuzalaman deganman, oradan уже 2 hafta, 3 hafta, 4 hafta o'tyapti. Mana shu narsa, mana shu nima deydi? O'sha narsani xohlayotganim menga yolg'onlar bilan kelishni boshladi. Bolamni sog'inmayman, bolangni sog'ingin, shu yerdan chiqib ketasan, lijbi shu narsani qilasan, bir marta qilasan. Lekin u o'zimizga ko'rinmaydi, lekin u xumor bo'layotgan bo'ladi. Qiyinchilik, menga unaqa qiyinchilik bo'lgani yo'q, ozgina badanlarim og'rib, bu yoq qilib, baribir organizm o'zi avtomatik bir oy 40 kunlarda o'ziga keladi. Yaxshi yurishni boshlaydi, boshida qiynalishi mumkin, oilasini sog'inishi mumkin, uydagilarini ko'ra olmayotgan bo'lishi mumkin. Lekin shu narsani iste'mol qilgan odam ko'chada o'ylamagan hayotda, uydagilari bilan bir tayinli gaplashmagan. Shu iste'molini qilib bitta joyga kirib olib yoki iste'molini orqasidan yuravergan, shu yoqqa rehabga kelgandan keyin shu oilasini sog'inish boshlanar ekan. Mana shu narsalar bilan meni xumorim shu taraflarga olib kelgan.
programma o'tib chiqdingiz, qanaqa fikringiz o'rni bormi, sababchi bo'la oladimi, qanaqadir davo bo'la oladimi yoki yechim bo'la oladimi, qanchalik darajada bu programmaga ishonsa bo'ladi? Programma 100% ishlaydi. Men boshidan oxirigacha bu programmani yopib chiqdim, tugatib chiqdim. U yerda shunaqa ekanki, iste'mol qilgan odam kechagi kunini, o'tgangi kunini, kimni xafa qilgan, kimni uxlatgan, nima qilgan, u narsalarni hech qachon o'ylamas ekan. Chunki har kuni iste'mol qilib yuraveradi, o'shani kayfida, o'shani eyforiyasini ushlab oladi. Короче, bugun zo'r yashay, ertaga zo'r yashay, ertangi anaqamni zapasimni qilib oladigan narsa o'tadi. Lekin o'sha programmada har xil zadaniyalar bor. Shu zadaniyalarga kelganda men har bittasini 5 yil, 6 yil, 10 yil orqaga qaytdim. Zaroviy boshim bilan hamma narsani o'ylab, chunki iste'mol paytimizda biz u narsalarni o'ylamaganmiz. Chunki esdan ham chiqaradiki, xotirani ham juda ko'p yo'qotib qo'yadi. Ozgina odam o'ziga kelgandan keyin eski qilgan xatolarini eslasa, odamgarchilikdan chiqib ketganini tushunib yetadi. Hozirgi kunda qancha muddatdan beri iste'mol qilmayapsiz hech narsa? Hozirgi kunda xudo xolasa 7 oy bo'ladi toza yurganimga. Oiladagi munosabatlar qanaqa? Yo'qotgan narsalaringiz tiklanyaptimi yo hali tiklanishga yana qanchadir vaqt kerakmi? Hozirgi hayot bilan oldingi hayotingizni solishtirsa, qaysi hayotni ko'proq tanlagan bo'lardingiz? Albatta men hozirgi hayotimni tanlagan bo'lardim. Chunki oilamga juda ko'p vaqt ajratolman. Uydagilar bilan umuman o'tira olmasdim. 5-10 minut o'tirardim, o'sha gaplashishga ham kelmasdi. Uydagilar bilan bemalol gaplasholmay, Glavnisi ko'nglim xotirjam. Hech kimdan qarzim yo'q, hech nima anaqam yo'q. Bemalol o'tirib, har tomonlama gaplashib, anaqa qilardim. Oldingi hayotimda meni halovatim ham bo'lmagan. Qanaqadir baribir odam juda ko'p shuganida yuradi. Ko'chada mana shu ayniqsa yoshlar hozir juda ham ko'p har xil psixotrop, narkotik iste'mol qilib yurganlar, menimcha ular hali kasallik deb qarayotgani yo'q bu narsaga. Shunaqalarga nima maslahat bergan bo'lardingiz? Bu narsa kech bo'lmasdan kelib davolanishinglarni xohlardim. Ertaga boshinglar urilgandan keyin devorga yoki ertaga nima bo'lishini hech kim bilmaydi. Shu narsa bilan o'lib qolishlik yomon. Narigi dunyoda javob berishimiz qattiq keladi bizga. Bu dunyo vaqtinchalik. Narigi dunyoda har bittasiga javob beramiz. Hozirgi bolalarga maslahatim shuki, kelib davolanishligini. Bu narsa hech qachon yechim bo'la olmaydi, hech qanaqa muammoimizni bizani hal qilib bera olmaydi. Bu hammasi vaqtinchalik, 1 kunlik, 2 kunlik yoki 3 soatlik, 4 soatlik kayf. Shuni orqasidan lekin juda ko'p narsani yo'qotishinglar mumkin. Agar yaqinda boshlaganlar bo'lsa, kelib yotishinglarni tavsiya qilaman, davolanishinglarni. Juda ko'p qilayotganlar bo'lsa ham, ularga ham tavsiya qilaman. Что bu narsani tashlasa bo'ladi. Faqat bitta o'zi tasholmaydi hech qachon. Mustaqil tashiyman yoki iroda bilan tashiyman yoki o'zimni kuchim yetadi deb yurganlar ham ko'p. Shunaqalarga fikringiz qanaqa? Odam mustaqil o'zi bu balodan chiqib keta oladimi? Yo'q, mustaqil bu balodan chiqib keta olmaydi, chunki odam bo'lishi mumkin. Qanaqa? Mana misol uchun men 18 yoshimda qilib turgan bo'lsam-da, bitta tashlab yuborsam, o'sha payt organizmim yaxshi bo'lgan bo'lsa, immunitetim yaxshi bo'lib, qanaqadir tashlab yuborgan bo'lishi mumkin. Oradan yana qanaqadir vaqt o'tadi. Odamning yoshi ko'tarilgan sari hammaga har xil narsa, har xil ta'sir qiladi bu narsa. Yosh ko'tarilgan sari o'zi qanaqa qilib zavisimiz bo'lib qolganini bilmaydi shu narsaga. Tashlashi ham qanaqadir uje og'irroq bo'laveradi bu narsa. Qaramlik, to есть narkomaniya, igromaniya, qimorbozlik bu yo'lni baribir qachondir nuqtasi, qachondir oxirgi manzili bo'lishi kerak-ku. Shuni oxirgi manzili sizni fikringizcha agar bu qaramlikni yotib davolanib tashlamasa, 3 ta yo'li bor. Yoki больница, qanaqadir sog'lig'i ketib, nimadirga duchor bo'lgandan keyin tashlashi mumkin. Yoki qamoq, shu narsa bilan tushib qolib, hozir juda ko'p bo'lyapti, shu narsa bilan militsiyaga tushib qolib qamalib ketishi mumkin. Yoki o'lim bilan tugaydi. O'lim deganda peridoz, yurak ko'tara olmasligi, hozir organizmni ko'tarishi mumkin. Lekin vaqti kelib shu narsa qanaqadir kichkina narsa ham yuragini to'xtashiga sabab bo'lib qoladi.